Okey, qabulimiz yana davom etyapti. To'ytepadan keldingizmi? To'ytepadan kelibdilar, mana oyoqlari mana burada siljib qolganlar. Bunda ozroq, kamroq. Bellarida bitta chanog'i salgina ko'tarilib qolgan ekanlar. Endi kimdir bu kishiga bitta oyog'ing kalta degan emish. Endi mana shu oyog'iga kalta bo'lsa, uzun oyoq qanaqa bo'la bilmayman mana. Endi men o'zimni fikrimni aytyapman, yana ham bilmadim, yana janjal qilib yurmaylar mana. Bu kalta oyoqmish bittasi. Menisk yirtilishi deyishdi. Mana menisk yirtilishi degan ekan mana. Osteoartroz dedi. 2 yildan bir ukol plazma liftinglarga yaxshi bo'lmayapti. Demak, olmagan ukolingiz qolmadi. Olmagan ukolingiz qolmadi ish qilib. Olmagan ukolim qolmadi. 2 yildan bir bormagan joyim har bitta klinika. Mana hozir mana joyiga solib qo'ydim dedingiz, endi xudo xolasa. Mana hozir yurgan debdim, men bunday qilsam nuqta kelyapti, sal bor lekin ozgina unaqa emas. Sal. Hozir chanoqlarga ko'tarib qo'yganda boshini egsa og'rib berayapti. Endi og'rib bermayapti ekan nasib qilsa.